Sochingiz rosa to'kilib, kal bo'lish darajasiga kelib qolgan bo'lsa, bu retsept atigi 10 ming so'mga tushadi, lekin bomba natija beradi. Oddiygina rozmaringa gvazikani qo'shib qaynatamiz suvda va 5 minutdan keyin uni tindirib, shunaqa idishlarga solib olamiz. Sochimizni ildizlarga sepamiz. Buni har kuni sepsanglar ham bo'ladi. Umuman zarari yo'q. Bir oyda kamida 30 sm gacha o'stiradi. Agar sochingiz sizlarni ham shunaqa hashakidon bo'lib qolgan bo'lsa, qurib ketgan bo'lsa, unda sizga Morph shampunlarini tavsiya qilaman. Bu sochingizni ildizidan tortib, sochingizni shunaqa yumshoq effekt beradi. Sochingizni to'kilishini oldini oladi va jilovkor qiladi. Bu balzami sochlarni dag'alligini oladi, yumshatadi. Juda ham foydali. Buni ishlatganingizdan keyin boshqa shampunlarni umuman ishlatmaysiz. Sababi bu shampun vitaminlar sizni sochingizni juda ham go'zal qiladi. Bu sprey bilan sochlarimizni chiganlarini yechib, jilovkor qilamiz va hidi ham juda ham zo'r. Katta salonlarda bu spreydan foydalanishadi. Siz ham Morph naborlaridan olib ishlatib ko'ring. Sochlaringiz jilovkor va shunaqa yaltilaydigan bo'ladi. Maska bilan bo'lsa sochlaringiz yanada tezroq o'sadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yish esdan chiqmasin.